Qish kuniga tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Uyingiz yaxshi isishi uchun akfa eshik derazalaringizni qishki rejimga o'tkazing. Ushbu rejim bo'lmasa, oddiy strichdan foydalaning. Sovuq havoni o'tkazmaydi va xonadoningiz tez isiydi. Qishda deraza oynalaringiz muzlab bug'lanmasligi uchun 1,5 litr iliq suvga 2 osh qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib oynalaringizga sepib chiqing. Bahorgacha deraza oynalaringiz yartilab turishi uchun 1 litr iliq suvga 1 osh qoshiq kraxmaldan solib, oynalaringizni yaxshilab artib chiqing. Kraxmal защитный plyonka hosil qilib, dog' bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Agarda uyingizda o'rgimchaklar bezovta qilayotgan bo'lsa, 1,5 litr suvga 1-2 tomchi efir moyi, 1 osh qoshiq shakar va sodani solib, hamma joyini artib chiqing. O'rgimchaklar qo'shninikiga ko'chib ketishadi. Xolodilnigingizdagi masalliqlarda ortiqcha namlik hosil bo'lgan bo'lsa, eshigini qog'oz bilan tekshiring. Bo'shab qolgan rezinkalarini fen bilan qizdirib, qaytadan yoping. Yaxshi yopilib, boshqa namlanib qolmaydi. Xolodilniklaringiz hidlanib va o'sha hidlar oziq-ovqatga o'rnashib qolayotgan bo'lsa, iliq suvga limon soda solib, hamma joyini artib chiqing. Xolodilnik ichiga yarimta limon yoki kofe solib qo'ysangiz, umuman boshqa hidlanmaydi. Yanada foydali va qiziqarli ma'lumotlar faqat mening kanalimda. Obuna bo'lishni unutmang.